Hamma yo'q yonib ketdi-da, mana shu Allohning kalomi Qur'on qoldi. Alhamdulillah, assolatu vassalam ala rasulillah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Birodarlar, biz O'sh oblasti Aramon rayoni Tepaqo'rg'on uchastkasining Bo'ston aylidamiz. Birodarlar, biz bu yerga kelishimiz mana shu Qur'on sabab. Hamma yo'q yonib ketdi-da, mana shu Allohning kalomi Qur'on qoldi. Birodarimizning boshiga sinov kelib, kecha uyidan hech narsa qolmadi-da, hamma yo'q yonib ketdi. Birodarlar, biz ko'pchiligimiz qarab turmaymiz inshaalloh. Birodarimizga yordam beramiz. Mana shu Allohning yordamini so'rab biz bu yerga keldik. Siz ham Allohning rahmatidan umidvor bo'lgan holatda bu Allohni tanigan va Allohga muhabbat qo'ygan va mana shu Qur'onni o'qib yurgan birodarimizga yordam qo'limizni cho'zib qo'yaylik. Birodarimiz o'zi bir oson holatda yashaydigan emas edi. Birodarimiz o'zi ikkinchi gruppalik invalidnosti bor. Katta farzandi, 3 farzandi bor. Ikkinchi katta farzandi ham shunday ikkinchi gruppa invalidnosti bor. O'zi birodarimizning boshiga qayta sinovlar kelib, bugungisi ham juda ham Alloh taolo tomonidan kelgan bir og'ir. Birodarlar, birodarimiz o'zi bu uyni qurishligiga ham to'g'risi imkoniyati yo'q, cheklangan imkoniyatda. Bu tomonlarda bilasizlar, asnonoy shug'ullanadigan dehqonchilik. Lekin birodarimiz shu dehqonchilikka qaramasdan Aravon City qurilishiga ozmoz chiqib turdim deyapti. Hozir shu ham tirikchilik yetyapti deyapti. O'zi bir og'ir ishga yaraydigan holatda emas. Akamiz shu gruppaga chiqqanligi sababli jicha mehnatga ham chetlanganroq jismoniy tarafdan. Shunga kelinglar, birodarimizga qarab turmay, bu sovuq kunlarda tez orada bu uylarni bitkizib, eson-omon kirgizib qo'yib, biz ham ko'nglimiz xotirjam bo'lib qolishligini Alloh taolodan so'rab qo'yaylik. Birodarlar, birodarimizni karta nomerlarini, o'zining ishonchli singlisining nomeri bu. Karta nomer, telefon nomerlarini videolarimiz taglarga qo'yib boramiz. Albatta sizlar buni bir-birlarga jo'natinglar. Ko'proq odamlar tarqatilib ko'rinsin. Qancha ko'proq tarqatsak, shuncha bu ish tez bitadi inshaalloh. Va gruppalarimizga, kanallarimizga layklar bosib, qancha kommentariy yozsanglar, sizlar bizga shuncha yordam berib, shuncha videolarimiz tez tarqalishiga sizlar yordam bergan bo'lasizlar. Hammanglardan Alloh rozi bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.